Dunyoda shundayin kasb bordir beshak, olam uzra ilmu fan taratguvchi. Ular bordir misli hayotga bezak, umrimizning nuri aziz o'qituvchi. Shundayin sharafli kasb egallamoq, oldimizga qo'yganmiz ulug' maqsad. Ustozlarga munosib izdosh bo'lib, maqsadimiz tomon borgaymiz albat. Biz Urdupi yoshlari, ertaning ishonchlari, kelajakka odimlar, ajdodlar izdoshlari. Biz Urdupi yoshlari, ertaning ishonchlari, kelajakka odimlar, ajdodlar izdoshlari. Kelajakda vatan himoyasiga shaylanishni istaydi o'g'lonlari. Buning uchun hozirdanoq chiniqib harakatda Urdupi qalqonlari. Sportning har turida bor g'oliblar, san'atda ham bordir iste'dodlari. Ilmu fanu kitobxonlik zakovat, darda ilg'or Urdupi yoshlari. Biz Urdupi yoshlari, ertaning ishonchlari, kelajakka odimlar, ajdodlar izdoshlari. Biz Urdupi yoshlari, ertaning ishonchlari, kelajakka odimlar, ajdodlar izdoshlari. Biz Urdupi yoshlari, ertaning ishonchlari,